AQShning Eronga qarshi urushi yaqin kunlarda qayta boshlanishi mumkin. Erdo'g'an ochiq aytdi, mintaqada xavfli ssenariylar paydo bo'lmoqda. Bu urush kengayishining boslanishimi? Benyamin Netanyahu nomi aralashdi. Tramp o'zini oqladi. Bu tashqi ta'sir mojarosimi? Rossiya chegarasidan o'tishda yangi qoidalar joriy etildi. Tramp Kubaga nisbatan yangi siyosiy qadamlar haqida gapirdi. Isroil G'azoda har kuni taxminan 50 nafar ayolni o'ldirgan. BMT. AQShning Eronga qarshi urushi yaqin kunlarda qayta boshlanishi mumkin. Axios nashrining AQSh rasmiylariga tayanib xabar berishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp shanba kuni Oq uyda Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat hamda Eron bilan davom etayotgan muzokaralarga bag'ishlangan maxsus yig'ilish o'tkazgan. Manbalarga ko'ra, Eron bilan bog'liq vaziyat muhim bosqichga yetgan bo'lib, amaldagi sulh kelishuvi 3 kun ichida yakunlanishi kutilmoqda. Shu bilan birga AQSh va Eron delegatsiyalari o'rtasidagi navbatdagi uchrashuv sanasi hozircha rasman belgilanmagan. Nashrning qayd etishicha, Eronning Hormuz bo'g'ozini yana yopishi hamda ayrim kemalarga hujumlar sodir bo'lgani haqidagi xabarlar Trampning yaqin 1-2 kun ichida kelishuvga erishish mumkin degan bayonotidan ko'p o'tmay paydo bo'lgan. AQShning yuqori martabali rasmiysi so'zlariga ko'ra, agar qisqa muddat ichida muzokaralarda sijish bo'lmasa, harbiy harakatlar yaqin kunlarda qayta boshlanishi mumkin. Brifingda vitse-prezident J.D. Vance, davlat kotibi Marko Rubio, mudofaa vaziri Pete Hegseth, g'aznachilik vaziri Scott Bessent hamda milliy xavfsizlik tizimini boshqa yuqori lavozimli vakillari ishtirok etgani ma'lum qilingan. Erdo'g'an ochiq aytdi, mintaqada xavfli ssenariylar paydo bo'lmoqda. Bu urush kengayishining boshlanishimi? Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Antaliya diplomatik forumi doirasida Iroq kurd mintaqasi rahbari Nechirvan Barzani bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkiya prezident ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, muzokaralar davomida tomonlar mintaqadagi so'nggi siyosiy va xavfsizlik vaziyatini batafsil muhokama qilgan. Erdo'g'an Eronga qarshi amalga oshirilayotgan hujumlar oqibatida yuzaga kelgan keskinlik butun mintaqaga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Turkiya urushni to'liq to'xtatish va barqaror tinchlik muhitini yaratish maqsadida diplomatik sa'y-harakatlarni kuchaytirmoqda. Turkiya rahbari shuningdek, Eron atrofidagi vaziyat fonida ilgari surilayotgan separatistik ssenariylar hech bir tomon manfaatiga xizmat qilmasligini qayd etdi. Bundan tashqari, Erdo'g'an Hormuz bo'g'ozi atrofidagi voqealar neft ta'minoti yo'llarini diversifikatsiya qilish zaruratini yana bir bor ko'rsatganini aytgan. Shu munosabat bilan u taraqqiyot yo'li loyihasining strategik ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Benyamin Netanyahu nomi aralashdi. Tramp o'zini oqladi. Bu tashqi ta'sir mojarosimi? Kamala Harris Donald Trampni keskin tanqid qildi. Uning ta'kidlashicha, Tramp aslida Benyamin Netanyahu ta'siri ostida AQShni urushga tortgan. U Amerika xalqi xohlamagan urushga kirdi va askarlarni xavf ostiga qo'ydi, deydi Harris. Bu bayonot AQSh ichki siyosatida urush masalasi qanchalik keskin bo'linishga sabab bo'layotganini ko'rsatadi. Bunga javoban Tramp o'z pozitsiyasini mutlaqo boshqacha talqin qildi. U AQShni hozir dunyodagi eng qaynoq mamlakat deb atab, mamlakat kuchli va hurmat qilinayotganini ta'kidladi. U sobiq prezident Joe Biden davrini tanqid qilib, o'sha vaqtda AQSh ustidan kulishganini, hozir esa vaziyat o'zgarganini aytdi. Yana Tramp o'zining Truth Social sahifasida ramziy video joylashtirdi. Unda u Frank Sinatraning My Way qo'shig'ini ijro etayotgani aks etgan. Qo'shiqdagi "Men buni o'z yo'limda qildim" degan mazmun aslida uning siyosiy qarorlariga ishora sifatida talqin qilinmoqda. Bu Tramp o'z strategiyasidan qaytmasligini ochiq ko'rsatgan signal. Bu paytda boshqa frontda ham muhim o'zgarishlar kuzatilmoqda. Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlarini o'zida ishlab chiqarishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Bu qaror mamlakatning uzoq muddatli mudofaa strategiyasini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, urush davom etishini hisobga olgan holda qabul qilinmoqda. Eng qiziqarli signal esa diplomatik maydondan kelmoqda. Andrey Sebinning ma'lum qilishicha, yaqin kelajakda Turkiyada yuqori darajadagi tarixiy uchrashuv bo'lishi mumkin. Unda Vladimir Putin, Zelenskiy, Rajab Toyyib Erdo'g'an va ehtimol Donald Tramp ishtirok etishi kutilmoqda. Bu uchrashuv agar amalga oshsa, global siyosatdagi eng muhim burilishlardan biriga aylanishi mumkin. Rossiya chegarasidan o'tishda yangi qoidalar joriy etildi. Endilikda Rossiya Federatsiyasiga kirish chog'ida FSB chegara xizmati xodimlari shaxsiy qurilmalarni, telefon, noutbuk va boshqa gadjetlarni tekshirish huquqiga ega. Bu tekshiruvlar qonun doirasida amalga oshirilib, mamlakat xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, ekstremizm va kontrabandaga qarshi kurashish maqsadida joriy etilgan. Yangi tartib barchaga birdek taalluqli bo'lib, u Rossiya fuqarolariga ham, xorijiy fuqarolarga ham tatbiq etiladi. Qurilmani ochishdan bosh tortish qonuniy talabga bo'ysunmaslik sifatida baholanishi mumkin. Bunday holatda 5000 dan 7000
ming rublgacha jarima yoki 11 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin. Rossiyaga kiruvchi shaxslarga chegaradan o'tishda muammolarga duch kelmaslik uchun ushbu talablarni oldindan hisobga olish tavsiya etiladi. Tramp Kubaga nisbatan yangi siyosiy qadamlar haqida gapirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kubada yaqin orada yangi tong boshlanishi mumkinligini aytib, mamlakatga nisbatan ehtimoliy operatsiyaga ishora qildi. Trampning ta'kidlashicha, kubaliklar o'nlab yillar davomida kutilgan o'zgarishlar arafasida turibdi. U AQSh zarur hollarda mamlakatga aralashishini bildirib, bu jarayon Kuba xalqiga uzoq kutilgan erkinlik olib kelishi mumkinligini qayd etdi. AQSh rahbari chiqishi davomida o'zini tinchlikparvar sifatida ta'riflab, mamlakat uning hokimiyatga kelishidan avval zaiflashganini, hozir esa bu qarashlar o'zgarganini urg'uladi. Shuningdek, u ilgari 8 ta urushni yakunlaganini ham eslatib o'tdi. Ayni vaqtda Trampning Kubaga oid bunday bayonotlari ilk bor yangrayotgani yo'q. Defense Express nashrining yozishicha, orolda ehtimoliy tahdidlarga qarshi mudofaa tayyorgarligi kuchaytirilgan. Isroil G'azoda har kuni taxminan 50 nafar ayolni o'ldirgan. 2023-yil oktyabr oyidagi eskalatsiya boshidan 2025-yil dekabrga qadar G'azo sektorida har kuni taxminan 50 nafar ayol va qiz bola halok bo'lgan. 2023-yil oktyabrdan 2025-yil dekabrgacha bo'lgan davrda G'azo sektorida Isroilning havo hujumlari va quruqlikdagi harbiy operatsiyalari natijasida 38 mingdan ortiq ayol va qiz bola halok bo'ldi. Bu raqam 22 mingdan ortiq ayol va 16 ming nafar qiz bolani o'z ichiga oladi. Bu esa o'rtacha hisobda har kuni kamida 47 nafar ayol va qiz bola o'ldirilganini anglatadi, deydi u. Kaltortning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida ayollar va qizlarning ulushi G'azodagi avvalgi mojarolarga qaraganda ancha yuqori. U Falastin anklavida ayollarning iztiroblari davom etayotganini ta'kidlagan. 2025-yil oktyabr oyida e'lon qilingan sulhga qaramay, mavjud ma'lumotlarga ko'ra so'nggi 6 oy ichida 730 dan ortiq kishi halok bo'ldi. 2000 dan ortig'i esa yaralandi, deydi u. Shuningdek, Kaltor hozirda ma'lumotlar taqchilligi sababli qurbonlarning jinsi bo'yicha aniq raqamlarni taqdim etish imkoni yo'qligini ko'rsatib o'tgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklarini kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.